Shu o'rinda Imom Shofiyning so'zini aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday bir ulug' imom aytadiki, biror kishi bilan bahs qilsa, munozara qilsa, men haqman, dalilim kuchli der edi. Lekin ro'paramdagi kishi ham haq bo'lishi mumkin. Men bilan bahs qilayotgan odam ham haq bo'lishi mumkin. Mana shu insof. Boshqani fikri ham, boshqani tutgan yo'li ham to'g'ri bo'lishi mumkin deb ehtimol qilish. Ana shu ilmdan uzoq ukalarimiz dalil so'rashlikni o'zlariga odat qilib olgan. Dalillar bormi? Dalillar bormi? Xuddi dalilni nimaligini tushunadigandaqa. Birodalar, dalil kimga aytilinadi? Ilm ahllariga. Mujtahid odam biror masalada bir yangi bir fatvoni chiqarsa, dalilini aytadi kimga? Ilm ahllariga. Omm odamlarga dalil aytilmaydi. Chunki avom xalq dalilni nimaligini tushunmaydi. Uni to'g'ri, noto'g'riligini farqiga bormaydi. Shuning uchun siz bilan bizga o'xshagan omm odamlar, birodarlar, dalil bilan emas, fatvo bilan ish tutish kerak. Mana shu mazhablardagi har bitta fatvo, birodarlar, dalilga asoslanadi. Biz avom xalq hujjat dalil so'rab emas, fatvo bilan yashashimiz kerak. Mazhabimizda har bitta ishning fatvosi bor, dalili bor, mazhab bilan ketishlik to'g'ri bo'ladi. Chunki hozir aytganimizdek ilmsiz odamga bir oyatni, bir hadisda aytib, bu oyat, bu hadisdan manaqa xulosa chiqadi desa, haligi omi odam yuqorida aytganimizdek ishonuvchanligi uchun ha shunaqa ekan deb ketaveradi. Endi senga aytilgan shu oyat ayni sen qilayotgan ishga dalil bo'lishini bilasanmi? Tekshirish imkoniyating bormi? Shuning uchun qarasang, kim bo'lsa kitobi sunnatga amal qilyapmiz degan da'voni qiladi. Birodarlar, ana shu kitobi sunnatni ilmidan xabari bo'lmagan, mujtahidlik darajasiga yetmagan odam agar oyatga, hadisga amal qilaman deb zohirga qarab ketaveradigan bo'lsa, albatta adashadi.